Bugun sizlar bilan ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Ikkinchi bepul darsimizni CapCut'da ichiga kirib, novi proyekti ichida instrumentlari bilan tanishishdi. Endi novi proyekt qilamiz. Masalan, ikkita 3 anaqa videochani tanlab olib, dabalt qilib, mana pastiga nimalar bilan tanishamiz, instrumentlar bilan tanishamiz. Birinchi instrument izmenить. Mana qarang. Izmenitga kirsangiz, mana izmenit qilamiz. Bu yerda bitta o'sha siz tanlagan videoni bo'lish bor, yoki ovozini ko'tarish, tushirish bor, yoki animatsiya qilish, effekt qo'shish, udalit qilishingiz mumkin, skoroustini ko'tarishingiz mumkin, yoki bit qo'shishingiz mumkin. Kadrировать degani mana shu kadrni kichkina katta qilsangiz bo'ladi bemalol. Kopiya sozdать qilamiz, заменить, наложение bilan hozir hammasi bilan bitta tanishib chiqmasak, sizlar bilan eslab qolishinglar rosa qiyin narsalar. Birinchisi разделить. Masalan, qaysidir qismi sizga videoni kerak emas. Shu videoni mana ustiga bosmasdan tursangiz, mana общий instrumentlarga chiqib qoladi. Ustiga bossangiz, mana izmenitga sразу kiradi. Разделить degani bo'lish degani, bilasizlar, mana bo'lamiz. Bitta qismini bunday olib turib, masalan, mana shu qismini громкость ovozini umuman o'chirib qo'ymoqchimiz. Mana umuman o'chirib qo'ydik. Endi mana регулировка громкостini bosib tursangiz, теперь все клип изменить одинаковый громкость. Hamma kliplaringizni qo'yib chiqqan, hamma videolaringiz ovozi avtomatik o'chadi. Yoki mana shuni qo'yasiz-da, keyin регулировать громкость qo'yasiz. Hamma videolaringiz ovozi shunaqa siz qo'ygan 329 318 ga ko'tarilgan bo'ladi. Bu bizda ovoz bilan ishlashiydi. Xo'p, keyingisi разделить bilan ishladik, ovoz bilan ishladik. Keyingisi animatsiya. Bu yerda mana animatsiyalar qo'shishingiz mumkin. Mana xohlaysiz, mana qo'shib ko'ramiz mana. Bitta videoingizni paydo bo'lishi o'ziga mana animatsiyalar qo'shib beradi. Bu ba'zida ishlatiladi, ba'zi kliplarda ishlatiladi, ba'zilarda ishlatilmaydi. O'zingizga bog'liq ko'p narsa. Yasayotgan videoingizga bog'liq. Unaqa oddiy videolarda ishlatmasa ham bo'ladi, animatsiyani nolga qo'yib qo'yamiz. Mana vivitda mana chiqayotgandagi yoki kombo mana bu yerda mana vivitda chiqayotgandagi, mana kirayotgandagi, ya'ni boshlanishida buni qo'yadi. Oxiri chiqib ketayotganda, ya'ni tugayotganda klipingiz bitta videochingiz oxiriga mana buni qo'yadi. Yoki kombo общий mana qo'yasiz. Общий qimillab turaveradi shu videoingiz davomida, qimillab turaveradi. Uni keyin regulировка qilsangiz bo'ladi. O'zgartirsangiz bo'ladi. Bu bizga kerak emas. Bo'ldi, hop, bu bilan tanishdik, animatsiya bilan. Endi effekt qaranglar. Bu yerda effektda bizda 4 xil narsa berilgan. Effekt video, mana videoga effekt berish, mana qarang. Shunaqa videolar qilib beradi. Effektlar qo'shib beradi. Har xil mana. Qo'yib qo'ysanglar bo'ladi bemalol. Ovozini o'chirib qo'ymasak, qayta eshityapmiz bitta narsani. Effekt mana. Yoki mana bu effekt video общийga bersa, mana новогодный masalan effekt beryapti mana. Qor yog'diryapti, mana sneg, mana trendligini olib tashlaysiz, новогоднийga kirib qo'yasiz. Alohida qilib. Bu bizga kerak emas, xullas, hozir kerak emas demoqchiman. Новогодний ham hozir kerak emas. Klassika mana bu yerda juda ham ko'p turlari bor. O'zingizlar bemalol kirib, bitta qo'yib, tanishib chiqsanglar bo'ladi bu bo'lim bilan. Mana shu tepadan regulировка qilasizlar, shuni bilib olinglar. Bo'ldi. Xo'p, bizga effekt kerak emas edi. Effekt olib tashlaymiz, nolga qo'yamiz effektni. Nolga qo'yamiz effektni, shu o'key qilamiz. O'key qilmasangiz effekt qolib ketadi. Endi qarang, bu yerda effekt tela bor. Bu faqat o'ziga, ya'ni tanani o'ziga beradi. Effektni tanani o'zida qoldiradi. Shunaqa effektlar ham bor, mana ko'zdan chiqadi. Ko'zi ko'rinmagan hozir bu yerda. Mana bunaqa effektni ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, anaqalarda videolarda har xil qilib qo'yishyapti-ku YouTube'larda, ayniqsa rosa ko'p. Bunaqa videolar ham ko'zini yopadi, ham qimillatadi. Xullas, mana bular hammasi tanaga beradi. Buni ham juda ko'p turlari bor mana. Qaranglar. Rol o'zgartiradi, настроение o'zgartiradi, mana yig'lagan, kulgan, mana bu yerda har xil mana maskalar, yuz yopishga, portretlar. Bu yerda rasm bilan ishlashga ham har xil instrumentlar bergan. Bitta mana selfie mana. Темный mana, смешное лицо mana. Har xillari bor. O'zingizlar ko'rib chiqinglar-da, bularni hammasini обязательно qo'llab ko'ringlar. Yuzi bor videolarda qo'llab ko'ringlar. Yo'q qilamiz, mana chiqdik. Ha, bu bizga kerak emas, umuman olganda bu kamdan kam ishlatamiz. Bu narsa nima desam ekan, asosan faqat AI bilan ishlaganda ishlaydi. Keyin +49 mana bu narsani so'raydi. Bu videoga qo'llab bo'lmaydi. Bunga обязательно o'zi xohlagan, o'zi nima talab qilgan talablariga mos keladigan rasm yoki videolar qo'shishga kerak bo'ladi. Men rисование mana bunaqa yuzingiz bilan tushsangiz katta qilib beradi. Bular ko'pincha hammasi fotoda ishlaydi. Videoda emas-da. Fotoda ishlaydi. Mana ko'rdingiz. Bular ham CapCut'da ham rosa funksiyasi ko'p ekan. Mana effekt videoga qo'yamiz. Mana videoga qo'ysa bo'ladi, lekin ko'pincha bir xil funksiyalari CapCut'da VPN siz ishlamaydi. Mana bu ham shu funksiyaga kiradi. VPN siz ishlamaydi.
VPN bilan ishlatiladi. Mana bu yerda IE effekti bor. Разрешить qilsangiz IE effektlarni beradi. Mana IE effektlarni ko'rsangiz bo'ladi. Qo'ysangiz bo'ladi bu yerda ham. Faqat buni ham o'ziga yarasha talablari bor. O'sha talablarni bajargan holda qilsangiz bo'ladi. Mana bunda bizga aytyaptiki, 1102 kreditim bor, 49 tasi ketadi, buni qilsang deyapti. Mana shunaqa qilib ishlatsanglar bo'ladi. Kreditlar tugab qolganda alohida proversiyadan tashqari sotib olinadigan как tangalar hisoblanadi. Bu udalit. Mana ustiga belgilab turib, shuni udalit qilib olsangiz bo'ladi. Qaytaramiz. Mana orqaga qaytish tepada ko'rib oldinglar. Hop, mana belgilaymiz. Udalitdan keyin skorost. Bir xil videolarni biz skorostni to'g'rilaymiz. Skorost bilan ishlashi alohida video qilib tashlab beraman, chunki bunda bu normal mana sizlarga normalniy skorostni oddiy ko'tarishni o'rgatib ketsam, mana 2 barobar ko'tarildi mana bu. 2x ko'tarildi. Tez bo'lib ketdi, ko'rdinglarmi? Skorost oshganini dalolat beradi. Bu yerda krivoyi bor, qaranglar qizlar. Bolalar ham ko'rsa kerak, xudo xolisa. Bu yerda mana har xil turdagi krivoyi o'zi qilingan tochkalar bilan ishlangan deb bo'pti. Tochkalar bilan ishlangan skorostlar bor. Sekin, past, boshida tez, keyin pasayib ketgan, boshida past bo'lgan, keyin ko'tarilib ketgan mana shunaqa skorostlar bor-da. Bular bilan ishlash alohida tushuntirib o'taman. Bular bilan ishlaganda videolar bor-ku, trenddagi videolar borib kelib ko'rsatadigan yoki uzoq yaqin qiladigan o'shalar hammasi mana tez yaqin bo'lib, sekin o'tib ketadigan, keyin oxirida yana tezlashib ketadigan. O'shalar hammasi mana shu bilan ishlanadi, krivoy bilan ishlanadi. Bu yerda faqat nastroyka qilasiz. Mana nastroykasiga kirib, o'zingiz nastroyka qilib, mana mana shu yerdan hammasini to'g'rilasangiz bo'ladi. Mana qarang. Sekinlashtirib, tezlashtirib, sekinlashtirib mana. Bitta ishlasangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa ishlashlarni sizlarga alohida videochalar qilib o'rgataman, xudo xolisa. Mana bitta mana effekt ускорение mana. O'zi bor, mana tabiiy bilan qo'ysangiz ham bo'ladi. Lekin bularni ko'pi ham VPN siz ishlamaydi. Bizga har doim ko'pincha buni ishlatayotganimizda VPN kerak bo'ladi. Xo'p, skorost bilan ishladik. Bu yoqlariga o'tib ketsak, juda ham ko'p katta video bo'lib ketar ekan. Sizlar bilan xudo xolisa bitdan boshlab keyingi qismlarini keyingi darsimizda o'tib beraman. Sizlarga xayrli kun. Sahifamga obuna bo'lib qo'yinglar. YouTube kanalimda bundan keyin juda ham ko'p bepul darslar bo'ladi.